G'ijdon Uchko'prikdagi katta mahalla fuqarolar yig'inlaridan. Hududda 10-maktab va 21-bog'cha mavjud. Qishloqdan o'tgan katta yo'l serqatnov, biroq katta yo'l chetida va muassasalarga olib boruvchi ichki yo'l bo'yida piyodalar yo'lkasi yo'qligi qatnovchilarga noqulayliklar tug'dirmoqda. Maktabdan qishloq ko'chalari tomon piyodalar yo'lkalari barpo etishga kirishilgan edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra ishlar to'xtab qolgan. Taxminan maktabgacha 200 metr joyga piyodalar yo'lkasi qilindi. Bu tomoni mana uylar, devorlar xalaqit bergani uchun trotuar qilolmayapmiz. Undan keyin katta yo'lga chiqqandan keyin ham piyodalar yo'lkasi yo'q. Bizning bolalarimiz mana shu yerda taxminan maktabga, bog'chaga salkam 3 kilometrdan kelishadi. Qishda qiyin. Bizdan uzoqroq deylar 3 kilometrdan oshiq yo'ldan kelishadi. Kelayotganda katta yo'ldan o'tishadi. Juda xavfli bo'lib qoldi. Shu bois G'ijdonning etagida joylashgan ko'chalarda istiqomat qiluvchilar farzandlarini qo'shni Miltiqchi qishlog'idagi 31-maktabga borishini istashmoqda. Chunki bu maktabga dala tomonidan masofa yaqin va xavfsiz, biroq yo'l mavjud emas. Fuqarolarning aytishicha, avvallari hududda dala yo'li bo'lgan, ammo yo'lning ma'lum qismi fermer tomonidan yerga qo'shib yuborilgan. Aholi o'sha qo'shib yuborilgan yo'l hisobidan bolalarning maktabga qatnashishi uchun yo'l so'ramoqda. Shu 31-maktabgacha 1 kilometr ham chiqmaydi. 10-maktab 3 kilometrdan uzoqroq bo'lyapti. Dala yo'l o'sha o'rniga tiklansa, hamma uchun yaxshi bo'lardi, xavfsiz bo'lardi. Katta yo'ldan o'tmaydi bolalar, 31-maktab o'qiyveradi degan rejamiz bor. Fuqarolarning murojaatlarida ko'tarilgan masalalarga yechim izlab Uchko'prik tumani hokimligiga bordik. Qurilish va qishloq xo'jaligi komplekslari mutasaddilari bilan uchrashdik. Ular g'ijdonliklarning murojaatiga tez kunlarda yechim bo'lishini bildirdilar. Biz ham mavzuga tez kunlarda yana qaytamiz va masalalar ijobiy hal bo'lgani haqida reportaj tayyorlaymiz degan umiddamiz.